Assalamu alaykum. Sözlük aşırış dersimizge kelgeninizde qizg'in qarshi olamiz. Ekranda ko'rayotganingiz ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan 3000 so'zlik haqidagi mavzu. Albatta 3000 so'zlikni birli dars yoki birli video qilamiz desak 8-9 soatlik uzun kelansiz bir video bo'ldi ekan. Shunga bo'lib chiqarishni to'g'ri topdik. Bugun birinchi bo'lib A harfi bilan boshlangan so'zlarni o'rganamiz. Ular jami 220 dona so'z bo'ladi. Başlaştım burun deb qo'yilgan bir necha muhim nuqta. Agar bu boshlang'ich saviyaliklarga mos keladi, boshlang'ich saviyalik o'rganuvchiga deb o'ylagan bo'lsangiz, to'lim kechiring, yo'q. Agar ozroq asosingiz bo'lmasa, mos kelmaydi. Ozroq bir grammatikadan, jumla shakllaridan kichikgina xabaringiz bo'lsa, anonkin mos keladi. Okay? Chunki biz grammatika, jumla shakllarini so'zlab o'tmaymiz. So'zlik oshirishni maqsad qilib laylangan ders bu. Okay? Agar siz shundoq masalan asos soladigan keng doiralik atrofliq o'tilgan asos xarakterlik darsni izlayotgan bo'lsangiz, albatta u dars bor bizda kanalimizda yangi muhim ingliz tili deydigan bir soha bor. Shu sohaga kirsangiz qandoq yangidan boshlangan bir darsimiz bor. Shu topda o'tib kitobning o'tirisiga kelay deb qoldik. Birinchi qismniki. Okay? Yangi muhim ingliz tilininki birinchi qismining o'tirisiga kelay deb qoldik. Beshidan boshlasangiz naq yaxshi vaqti hozir. Azroq asosini sevagandan keyin qaytib kelsangiz tozmas keladi. Okay? Andan keyin berilgan so'zliklar darsimizdagi Muşu dersimizdeki demekçi. Birden köp ma'naga ega, 2, 3, 4, 5, 6, hatta 7, 8, 9, 10 ma'nalarga ega, lekin vaqt tejash uchun qanday biz faqat birli ma'nosini beramiz ko'pincha ahvollarda. Okay? Endi ba'zi ahvollarda, nayta az ahvollarda ikki ma'nosini beramiz vaqt tejash uchun. Okay? Andan keyin har bir so'zlikka birdan jumla berilgan bo'ladi. Albatta jumlasiz so'zlarni o'rganishninki hech qanday ahamiyati yo'q-ku. Cümlede kelganda andan bir ta'sirat qoladi kallangizda, andan esingizda qoladi demakchi. Xo'sh, jumlalarda qanday yana boshqa yangi so'zlar uchraydi. Okay? Demakchi berilgan shu sanoqdagi so'zdan boshqa yana qo'shimcha yana nurg'un so'zliklarni o'rganib maqsiz. Biz hozir degandek 220 deb sanalgan bilan mana biz sanoqda bergan so'zliklar amaliyotda jumla ichiga kelgan boshqa so'zlik yangi so'zlarni qo'shsangiz 4-5-600 larga yetib qoladi. Okay? Andan keyin so'zlik o'rganishning eng yaxshi usuli nima? Albatta ko'p mashq qilish. Bu darsni bir qatim ko'rib olsangizlar, bu darsimizdagi so'zliklarni o'rganib qolmaysiz. Qayta ko'ring yoki bo'lmasa videoni shu har bir yangi so'zda bir qatim ekranda chiqqanda demakchi yangi so'z bir to'xtatib qo'yib ko'chirilib jumlalardan tortib, okay? Bunda o'rgansangiz texi yaxshi. Okay? Yine mashq bo'lganda andan keyin o'zingizning bilimiga aylandi. Okay? Xo'sh, shunda olsa tayyor bo'ldingizmi? Biz boshlab ketdik. Yoki an bir. Okay? Masalan, you are a student. Siz bir o'quvchi. Is that an apple? Bu bir olmami? Okay? Birli deb o'tib ketadigan nuqtasi yeri bu so'zningki. Masalan, o'ziga ergishib kelayotgan so'zningki birinchi harfi uzuk tovush harfi bo'lsa, deb ishlatilganmiz. Agar o'ziga ergishib kelgan so'zningki birinchi harfi so'ziq tovush harfi bo'lsa, qanday an deb ishlatamiz. Bu aniq bu, a student and apple degandek. O'xshashlar ma'nosi bir, okay? Qisqasi an bo'lsin, ma'nosi bir. Abandon, tashlatish, voz kechib tashlatish degan gap. Masalan, they had no other choice but to abandon their car. Ularda o'zlarininki mashinasini tashlatishdan boshqa nimasi yo'q deya, boshqa tanlashi yo'q degan gap. Okay? Abandon, tashlatish. Ability, iqtidor. Masalan, he lost his ability to focus. U o'zininki diqqat markazlashtiradigan iqtidorni yo'qotdi degan gap bu. Ability iqtidor. Able qila oladigan iqtidorga ega yoki imkoniyatga ega holatda degan gap. Okay? Masalan, he is able to stand up now. Bu hozir o'rnidan tura oladi degan gap bu. Anglamoqqa tura oladi deb mana bu iqtidorni, ya'ni shu ishni qila oladigan shu iqtidorni bir xillik
fe'l bilan ifodalagandek bir tuyuladi odamga amaliyotda bu able degan fe'l emasmi bu sifat so'zi ya'ni qila oladigan holatda degan gap BPL'lik jumlalar qandaq bu bir BPL'lik jumla bu garchi kaynida stand up degan fe'l kelgan bo'lsa-mu asosliq nimasi mevzi bu jumlaniki ya'ni jenidan doq BPL'lik jumla buchu demakchi BPL'lik jumlalar qandaq ish harakat ifodalanmaydi balki bir xil holat ifodalanadi ya'ni uningki o'rindan tura oladigan shundoq bir o'rindan tura oladigan ya'ni shu o'rindan turishdan iborat shu ishni qila oladigan bir holat ifodalanayotgan jumla demakchi he is able to stand up now u hozir o'rindan tura oladi deb okay ya'ni able qila oladigan holatda degan gapchimi abortion bu qo'soqdagi bolani tushiritish degan gap masalan she decided to have an abortion bu qo'soqdagi bolani tushiritishni qaror qildi deydi okay u bolani tushirishni qaror qildi ya'ni abortion bolani tushiritish about bu to'g'riliq haqida degan gap masalan you lied about your age siz yoshingiz to'g'riliq yolg'on gap qilsiz degan gap yolg'on so'zlabsiz okay about to'g'riliq haqida above bu ustida degan gap masalan no one is above the law hech kim qonunning ustida emas degan gap bu okay above ustida abroad chet el degan gap masalan have you ever lived abroad before siz burun chet elda yashab boqqanmi degan gap okay abroad chet el absence bu ma'lum joyda yo'qligi degan gap okay masalan my absence bo'lsa mening yo'qligim bo'ladi okay mening ashada yo'qligim demakchi David will be in charge during my absence David meningki yo'qligimda qandaq ishlarga mas'ul bo'ladi degan gap ma'lum yo'qligim jarayonida demakchi ya'ni absence degan yo'qligi okay bu ism so'zi jumla yine fe'l emas demakchi okay absolute degan mutlaq tamoman bu sifat so'zi endi hozirdan boshlab ko'rishga boshlaysizmi shu so'z turkumini ancha muncha eskartib mangmiz buning sababi bor okay masalan sifat so'zi deyishimiz yana bir so'z turkumiga solishtirib aytilgan gap bu okay absolute mutlaq tamoman masalan jumla ichida kelsak I have absolute confidence in you degan nima absolute mutlaq tamoman dedi confidence ni nima deyapmiz niyada tarnaqchida ishonch deb beribmiz-ku mana qo'shimcha bir yangi so'z hisoblasak confidence degan ishonch masalan menda bor mutlaq ishonch masalan sizga nisbatan degan gap mana okay in you inglizchada mutlaq ifodalaydi ya'ni menda sizga nisbatan mutlaq ishonch bor degan gap okay absolute mutlaq tamoman yana bir qatim sifat so'zi bu jumla okay nima sifat so'z dedim deganda mana ma'noga selishtirib degan gap mana bu ravish so'zi mana mutlaq holda bo'ladi demakchi absolute bo'lsa sifat bo'lgan mutlaq tamoman absolutely bo'lsa ly qo'shilsa keyiniga ravishga aylanib ketar ya'ni mutlaq holda degan gap okay masalan are you absolutely sure about this siz buningga mutlaq holda jazmlashtira olamsiz degan gap okay siz buni mutlaq holda jazmlashtira olamsiz bu yerga jazmlashtirish degan nima sure yana bir qatim desam boyaqa gapni bu bir BPL'lik jumla hargiz ish harakat ifodalangan jumla emas balki bir xil holat ifodalanayotgan jumla okay ya'ni jazmlashtira oladigan bir xil holat ya'ni siz bu to'g'riliq jumlaning ma'nosini demakchi siz bu to'g'riliq mutlaq holda jazmlashtira oladigan holatdimi degan gapchimi ya'ni ish harakat ifodalanmayapti uyg'urcha buni tarjima qilsak ish harakat ifodalangandek bo'lib qoladi masalan fe'l ishlatganda ko'p qolamiz masalan siz bu to'g'riliq mutlaq jazmlashtira olamsiz deb jazmlashtirish deb fe'lga ketib qoldi uyg'urcha desak amaliyotda inglizchada qanday fe'llik jumla emas bu BPLlik jumla ya'ni holatni bildiradigan jumla okay uzun gapning qisqasi absolutely degan nima bo'ldi mutlaq holda okay andan keyin absorb degan sumirish degan gap masalan plants absorb nutrients from the soil absorbni sumirish dedik yangi bir so'z uchraldi yana qo'shimcha nutrient degan nima nutrient degan oziqlik modda degan gap soilni agar bilmasangiz hozir ko'rdingiz tuproq degan gap masalan
O'simliklar tuproqdan oziqlik moddalarni sumirib oldi degan gap. Yoki sumirdi. Okay? Absorb, sumirish. Abuse. Abuse degan xorlash. Ism so'zi bu. Fe'l deb tushunib qolmang. Xorlash deb bunda anglamoqqa fe'ldek anlandı bu ameliyatda ism so'zi etmoqchi. Uyg'urchada masalan ismlarni fe'ldek anglanadigan yoki fe'ldek ma'no bildiradigan ismlar bor bu. Buni men deyishim ketmaydi bu. Qisqasi ism so'zi. Lekin dashnam degan ma'nosi bor. Masalan, xorlash, dashnam demakchi. Masalan, misalda many children suffer racial abuse at school. Nurg'un bolalar maktabda irqiy xorlashga uchraydi degan gap. Suffer degan uchrashgan bu. Racial degan irqiy degan gap. Masalan, racial abuse degan irqiy xorlash bo'ladi demakchi. Yoki xorlashniki ism so'zi ekanligini ko'ryapsiz, ha? Abay dedim bu ism so'zi deb fe'l deb tushunib qolmang. Okay? Nurg'un bolalar maktabda irqiy xorlashga uchraydi. Okay? Ya'ni abuse deganda xorlash, ya'ni xorlash yoki dashnam. Alright, academic. Academic degan nima? Ilmiy, akademik degan gap. Masalan, he possesses no academic qualifications. Possessni ega deb tushunamiz. Ega degan so'z. Masalan, bir narsaga ega bo'lish, bir narsani o'zida bor qilish demakchi bu. Academic degan ilmiy dedik, qualifications degan salohiyat bo'lsa, masalan, ilmiy salohiyat yoki akademik salohiyat desak, uningda akademik salohiyat yo'q demakchi. Okay? He possesses English mustaq ifodalaydi, uningda bor, yo'q ilmiy salohiyatlar degan gap bu yoki akademik salohiyatlar. Okay? English mustaq ifodalaydi, uningda bor, yo'q ilmiy salohiyatlar. Uning ma'nosi uningda hech qanday ilmiy salohiyat yo'q degan gap bu. Okay? Ya'ni bu jumladagi bizningki asosliq o'rganayotganimiz academic. Okay, ilmiy akademik degan gap. Accept degan qabul qilish. Masalan, he accepted the invitation to stay with us. U biz bilan turishningki taklifini qabul qildi degan gap. Invitation, taklif. Okay? Accept degan qabul qilish bu. He accepted the invitation to stay with us. U biz bilan turishga bo'lgan nimani taklifni qabul qildi. Okay? Accept qabul qilish. Access yoki access to tarmoqchiga to badiq bu ko'pincha mana ishlatildi demakchi. Access to bizning bilmaydi masalan. Bunda bir narsaga ega bo'lmoq. Bu yerda ism so'zi deb askartib qo'yibdi, men tarmoqchi diqqat qilaylik, ha. Masalan, ega bo'lmoq deb anglamoqdalik fe'ldek anlamda amaliyotda ism so'zi demakchi. Masalan, residents should always have access to fresh water. Fresh, clean water. Okay? Aholilar davomli qanda saf pokiz suvga ega bo'la olish kerak degan gap bu. Okay? Should always have access to degani shu davomli shu ega bo'la oladigan bir holatda bo'lish kerak demakchi, ahvolda bo'lish kerak demakchi. Holat emas, ahvolda. Okay? Demakchi have access degani endi o'shadan chiqib turdi. Shu bir narsaga qo'lini so'zsiman, ega bo'la oladigan, erisha oladigan bo'lish kerak demakchi. Residents should always have access to fresh, clean water. Okay? Ya'ni access yoki access to ega bo'lmoq, ya'ni qo'lini so'zib bilan erisha oladigan demakchi. Accident bu hodisa degan gap. Masalan, there was an accident at the junction of Forest Road and Pine Street. Forest yo'li bilan Pine ko'chasiningki kesishgan yerda qanday bir hodisa baydi degan gap qo'y, ya'ni hodisa bo'pti deb olamiz Uyg'urchada. Okay? Accident hodisa. Accompany hamroh bo'lish degan gap. Bu fe'l endi. Fe'l so'zi, ha, sharkatni bildiradigan. Masalan, wherever her husband went, she would accompany him. Uning yo'ldoshi nagil bo'lmasin, u uningga hamroh bo'ladi degan gap. She would accompany him degan u uningga hamroh bo'ladi. Okay? Ya'ni yo'ldoshi nagil bo'lsa, u uningga hamroh bo'ladi deydi. Accompany hamroh bo'lish. Accomplish degan qo'lga keltirish. Masalan,
We have accomplished all we set out to do. Biz o'zimizdagi qilimiz degan ishni qanday qilimiz deb planlagan ishimizni qo'lga keltirdik deydi. Ya'ni o'rinlab bo'ldik demoqchi u. Okay? We have accomplished all we set out to do. Accomplish qo'lga keltirish. According to. Bu bundan narsaga asosan degan gap. Masalan, everything is working according to the plan. Hamma ish planga asosan bo'layotdi, ya'ni ishlayotdi degan gap bu. Okay? Mengayotdi demoqchi u. According to. Bundan narsaga asosan. Okay? Account. Bu bayon tasvir degan gap. Masalan, are you ready to give an account of what happened? Siz nim bo'lganligi to'g'riliq bayon berishga tayyormi degan gap-ku. Okay? Nim bo'lganligi to'g'riliq bir bayon berishga tayyormi? Okay? Bayon tasvir, account. Okay? Accurate. To'g'ri degan gap. Masalan, his description of the problem was not very accurate. Uning masalaga bo'lganligi bayoni, ya'ni masala to'g'riliq bayoni description degan bayon-ku. Yoki tasvirlashi, ha. Uning masalaga bo'lgan tasviri yoki bayoni qandaq bak to'g'ri emas demoqchi. Not very accurate. Okay? Bak to'g'ri bo'lib ketmadi demoqchi bu. Accurate to'g'ri. Accuse, ayblash. Masalan, she accused me of lying. Bu aybladi meni nima deb yolg'onchilik qildi deb deydi. Okay? Ya'ni yolg'onchilik to'g'risida aybladi demoqchi bu. Accuse, ayblash. Achieve, qo'lga keltirish. Masalan, my son achieved very good exam results. Mening o'g'lim nihoyat yaxshi imtihon natijalarini qo'lga keltirdi degan gap bu. Achieve, qo'lga keltirish. Achievement. Bu hamda achievementki naq ism shakli. Masalan, qo'lga keltirgan natija bu. Masalan, today we're celebrating the great achievements of our students. Bugun biz o'quvchilarimizningki qo'lga keltirgan natijalarini, ya'ni natijalarini tabriklaymiz demoqchi qo'ying. Zo'r natijalarni, great achievements, zo'r natijalar. Achievement natija, okay? Acid, kislotalik degan gap. Masalan, because of acid rain, this lake is now too acid to support fish. Aldidan support fishni tushunarsak, baliqlarni qo'llash degan gap, amaliyotda shu baliqlarning yashashiga sharoit yaratib berish yoki foydali sharoit yaratib berish demoqchi. Ya'ni jumlani tushunsak, kislotalik yomg'ir sababidan bu ko'l baliqlarni beqishga yoki baliqlarning yashashiga nisbatan qandaq kislotalik bo'lib ketdi deydi. Ya'ni baliqlarni nim qilinmaydi demoqchi bu. Baliqlarni qo'llayolmaydi demoqchi. Ya'ni bo'zaq baliq baqqili bo'lmaydi demoqchi. Okay? Too acid to support fish. Okay? Ya'ni acid, kislotalik. Acknowledge. Acknowledge degan iqror qilish degan gap. Bu fe'l so'zi, ya. Masalan, Linda acknowledged that she was guilty. Linda iqror qildiki, o'zininki nimaligini, gunohkorligini. Ya'ni Linda gunohkorligini o'zini gunohkor deb iqror qildi dedi. Acknowledge, iqror qilish, okay? Acquire, ega bo'lish. Masalan, he acquired a reputation for his hard work. Bu o'zininki shu tirishib ishlagan xizmati uchun qandaq bir nomga ega bo'ldi yoki shuhratga ega bo'ldi degan gap bu. Reputation, nom, shuhrat, okay? Acquire, ega bo'lish. Okay? O'zininki shu qilgan ishi uchun, chekkan jafosi uchun demoqchi u. Hard work degan chekkan jafo deb asosan bo'ldi. O'zininki chekkan jafosi uchun bir nomga ega bo'ldi deydi. Acquire, ega bo'lish. Act, bu qiladigan bir ish yoki harakat degan gap. Masalan, the new president's first act should be to end the war. Yangi prezidentningki birinchi ishi, ya'ni birinchi qiladigan ishi demoqchi. Urushni to'xtatish bo'lish kerak deydi, yoki urushni oxirlashtirish bo'lish kerak. Okay? Ya'ni act degan qiladigan bir ish. Okay? Masalan, presidentningki first act degandek. Ammo hozir bir so'z ko'rsangiz, mana o'xshamaydi. Mana esingizda tuting.
qiladigan bir ish yoki harakat degan gap bu. Okay? Qo'shimda olsa action. Buni harakat ekan, lekin bu o'xshamaydi ishlatadigan o'rin. Masalan, I am looking forward to putting my ideas into action. Men o'zimningki idealarimni harakatga aylantirishga taqozo bo'lyapman degan gap bu. Looking forward to degan shu taqozo bo'lish, kutish degan gap bu. Okay? Ya'ni ideyalarimni harakatga aylantirishni kutyapman yoki taqozo bo'lyapman shunga demoqchi. Okay? Ya'ni action harakat. Abayqa act degan qiladigan bir ish, okay? Yoki qiladigan bir harakat desak, action degan nima ekan? Bu harakat o'xshamaydigan yana bir mundaq bir harakat ekan aslida. Ideyani harakatga aylantirishdagi harakat, okay? Active. Bu aktiv canlıq degan gap. Masalan, she is over 80 but is still very active. Bu 80'ning ustida, lekin elə ham night aktiv yoki canlıq deməkçi o, okay? Active, canlıq, aktiv. Activist. Fəaliyyətçi degan gap bu. Masalan, he is a well-known environmental activist. Well-known degan tanılğan degan gap. Environmental degan muhitning degan gap. Muhit to'g'riliq degan gap. Activist degancha faoliyatchi bo'lsa, qanday tanilgan muhit qo'g'dug'uchisi, muhit faoliyatchisi deylik, okay? Ya'ni u bir tanilgan muhit faoliyatchisi, muhit qo'g'dash to'g'riliq faoliyat qilgan bir faoliyatchi demak. Okay? Activist faoliyatchi qisqasi. Activity degan faoliyat degan gap. Masalan, everyone is free to engage in peaceful political activities. Hamma odam, ya'ni har bir odam demoqchi u. Erkin deydi. Nimaga erkin? Tinch siyosiy faoliyatlarga qatnashishga erkin deydi. Okay? Qatnashib bo'ladi degan gap bu. Hamma odam, ya'ni har qanday odam tinch siyasi faoliyatlar qatnashishga erkin. Okay? Ya'ni activity, faoliyat. Actor, bu kino artisti, artist qartilganmi? Uyg'ur tilida biz artist deb atamalımızgo, u davlat artist deb. Ayolligi aniq emas. Inglizchada artistni actor deydi. Ayol artistni hozir ko'ramiz. Unda bir misolni ko'rib olsak, his dream is to become an actor. His dream, uning tushi yoki uning orzusi demoqchimi yana? Ya'ni his degan arlardagi uning bu, shundan ko'rish qiladi bu, hargiz her dream demaymiz-ku. Her dream desak ham xato bo'lib qoladi demoqchi. Qo'shimda olsa, his dream is to become an actor degan nima? Uning orzusi bir artist bo'lish deydi. Yoki artistga aylanish degan gap bu, become an actor degan. Okay? Buni jonliq qilib o'zimizning tilda qanday artist bo'lish deb olamiz. Unda olsa artistni actor desak, ayol artistni nima der ekanmiz? Qarang, actress. Actress degan ayol artist, ya'ni kino artisti, ayol artist. She is a famous actress. Albatta she deb she degandan ko'ryapsiz. He is a famous actress deb gap yo'q. She is a famous actress, okay? Actress, kino artisti, ayol. Actual, masalan, amaliyotdagi degan gap. Bu sifat so'zimi? Nima sifat so'zi deymiz desangiz, hozir ko'rasiz keyingi ekranda buni ravish bilan farqlantirib da'vatlan gap. Bu sifat so'zi, ya. Amaliyotdagi degan gap. Masalan, those were not my actual words degan nima? Ala meningki amaliyotdagi gaplarim emas. Amaliyotdagi men degan gaplar emas demoqchi-ku, okay? Actual, amaliyotdagi. Hamda buningki ravish so'zi dedi hozir. Nima? Actually. Okay? Amaliyotda degan gap. Masalan, I was actually looking for you degan, men amaliyotda sizni izlayotgandim degan gap bu. Actually, amaliyotda. Okay? Bu ravish so'zi. Abayqis nima ekan? Actual sifat so'zi, ya'ni amaliyotdagi degan gap. Okay? Amaliyotdagi actual, amaliyotda actually. Okay? Anamkin ad degan e'lon. Amaliyotda advertisement degan so'zning qisqartirilmasi hozir asosan ishlatmaydi. Advertisement deb qisqartirib ad deydigan bo'lib ketdi. Umumyuzlik, okay? We put an ad in the Times and got a very good response. Biz vaqt gazeti yoki vaqt jurnali, The Times degan shu bir gazet nomi ismi ham bir jurnal nomi ismi.
jurnalda bo'lsa ham bo'ldi. Xato emas, okay? Biz vaqt jurnaliga bir e'lon berdik yoki e'lon qo'ydik demoqchi, we put, okay? Shundaqla got a very good response. Night yaxshi inkasga ega bo'ldik deydi. Okay? Biz vaqt jurnaliga e'londan birini qo'yib, night yaxshi inkasga ega bo'ldik deydi. Add, e'lon, okay? Adapt degan nima? Ko'nish, moslashish degan gap. Masalan, the children are finding it hard to adapt to the new school. Valla yangi maktabga ko'nishni qandaq bir xil test deb bayqalayotdi yoki test deb bilyotdi deydi. Okay? Adapt, ko'nish, moslashish, okay? Add, qo'shish degan gap bor. Masalan, if you add 2 to 3, you get 5. Agar siz 2 ni 3 ga qo'shsangiz 5 ga ega bo'lasiz degan gap bor. Add, qo'shish, okay? Albatta, abayqa add nimadiki e'londagi add nimada bir d ya, ad mau add 2 d juma ma qo'shishdiki add. Addition keyingi so'z. Masalan, bu qo'shimcha degan gap, ism so'z edi do'qqa, qo'shimcha. Masalan, this is the last addition to the program. Bu programmaga bo'lgan programmaga qarta demakchi. Eng oxirgi qo'shimcha bo'ladi demakchi. Bu programmaga nisbatan eng oxirgi bir qo'shimcha. Okay? Programmaga bir narsa qo'shganning gapi bu, eng oxirgi qo'shimcha demakchi. Addition, qo'shimcha. Okay? Endi abam additionni ism so'zi deyishning sababi, additional deb keladi bu, albatta additionning kaniga al qo'shilib keladi. Bu sifat bo'lib keladi. Okay? Additional degani sifat. Bu qo'shimcha demakchi, abay qismi qo'shimcha dedik, ism so'zi dedik. Ma qo'shimcha bu sifat so'zi. Okay? Har ikkisi qo'shimcha, lekin ma so'z turkumi o'xshamayapti. Xo'sh, unda bo'lsa jumla ichida ko'rsak buni there will be an additional charge for this service. Bu mulozimat uchun qandaq bir qo'shimcha haq elindi deydi. Additional charge degan qo'shimcha haq. Okay? Qo'shimcha haq bo'ladi demakchi u. Bu mulozimat uchun qo'shimcha haq bo'ladi demakchi. There will be. Okay? Demakchi bu yerdagi additional qo'shimcha sifat so'zi. Abay additional uchun ism deydi. Okay? Address. Buni address deb o'qiydi. Address har ikkilasi to'g'ri. Faqat ko'nishga bog'liq. Men address deb ko'nib qolibman. Adres degan gap. Masalan, my address has changed. Desangiz bo'ldi. Mening adresim o'zgardi degan bo'ladi. Okay? Adequate. Bu yetarlik, muvofiq degan gap. Masalan, the parking lot has adequate parking space. Mashina to'xtatish maydonining yetarlik mashina to'xtatish bo'shligi bor degan gap. O'rni bor demakchi, mashina to'xtatish o'rni. Okay? Adequate, yetarlik, muvofiq. Adjust, bu tangshash degan gap. Bu fe'l so'zi jumla. Nima ish fe'l so'z deydiganimizni keyingi ekranda ko'rgandan keyin texmi yaxshi bilasiz. Masalan, jumla ichida bir qatm akarsak bu adjustment. We need to adjust our working hours according to the new schedule. Biz o'zimizningki ishlash soatini qanday soatlarini yangi vaqt jadvaliga asosan nima qilaylik deydi-ku, tangshaylik deydi-ku, ya tangishimiz zarur. Okay? Biz o'zimizning ishlash soatlarini yangi vaqt jadvali bo'yicha yoki yangi vaqt jadvaliga asosan tangishimiz zarur. Okay? Adjust, tangshash. Xo'sh, unda bo'lsa, ma tangshash-chu. Bu adjustment, bu ism so'zi bo'ldi. Abayqisini fe'l degan tuqqu, o'xshash tangshash deydi ekanmiz. Machu ma tangshash yoki tangshak deb olamiz-ku. Ism so'zi bu, adjustment. Masalan, an adjustment has been made to the plan. Planga qandaq tangshash berildi yoki tangshash elib berildi demakchi. Planga nisbatan tangshash elib berildi demakchi. Bu adjustment degan ism so'zi tangshash. Okay? Adjustment tangshash. Administration. Masalan, bu boshqarma, ma'muriyat degan gap. Masalan, we're looking for someone with experience in administration. Biz ma'muriyatda
tajribaga ega birisini izlayapmiz degan gap bu. Biraylarni izlayapmiz. Okay? Looking for izlayapmiz. Administration, ma'muriyat, boshqarma. Agar administrator bo'lib qolsin bo'lgan, o'sha yerda mudir yoki ma'mur xodim bo'ladi ekan. Masalan, John works as a hospital administrator. John doktorxona ma'mur xodimi yoki doktorxona mudiri sifatida ishlayotdi degan gap bu, yoki bo'lib ishlayotdi. Okay? Administrator, ma'mur xodim yoki mudir. Okay? Hospital administrator, doktorxona mudiri yoki doktorxona ma'mur xodimi. Okay? Admire, bu maslikka kelish degan gap. Masalan, I admire him for his courage. Courage degan g'ayrat, jasorat bo'lsin bo'ldi. Men uningki g'ayratiga qandaq uning g'ayrati uchun uningga maslikim keladi degan gap bu. Men uningga g'ayrati uchun maslikim keladi dedi. I admire him for his courage. Admission, bu qabul qilinish maktabga, ya'ni oliy maktabga. Admission. Masalan, he applied for admission to Harvard. U Harvardga qabul qilinishga iltimos qildi degan gap bu. U Harvardga qabul qilinishga iltimos qildi. Yoki admission degan qabul qilinish. Okay? Ism so'zi ya, qarmoq qila. Admit. Bu admit degan nima? Iqror qilish degan gap. Masalan, you may not like her, but you have to admit that she is good at her job. Siz uni yaxshi ko'rmasligingiz mumkin, lekin iqror qilmay turolmaysizki, iqror qilmasangiz bo'lmaydi-ki, u o'zining xizmatiga yaxshi demakchi u. Okay? Iqror qilmay turolmaysiz demakchi u, have to qilmasa bo'lmaydigan degan gap. Admit, iqror qilish. Okay? Adolescent. Bu Qur'onga yetmagan o'smir bola degan gap. Masalan, Sarah became a difficult young adolescent. Sarah nayda qiyin bir kichik yoki yosh o'smirga aylanib qoldi deydi. Okay? Yosh o'smirga aylanib qoldi, kichik o'smirga aylanib qoldi. Adolescent. Bu Qur'onga yetgan cho'ng yoshliqqa selishtirib ishlatadigan so'z bu, ha? Hozir ko'ramiz uni. Okay? Qisqasi adolescent o'smir bola. Okay? Qur'onga yetmagan. Hamda albatta uni keyinroq nimada ekranda ko'ramiz, harf jihatdan naq kaynak ulinib kelmaganligi uchun ma so'zni oldindan ko'raylik. Adopt. Adopt degan beqib elishni, bola beqib elish qartilgan. Okay? Masalan, they decided to adopt a baby boy. Ular bir boboq o'g'il bola beqib elishni qaror qildi degan gap. Okay? Adopt. Beqib elish. Endi keldik adolescent'ninki qarama-qarshi so'zga. Bu cho'ng, ya'ni yosh Qur'onga yetgan cho'ng yoshlik demakchi bu. Adult. Okay? Masalan, please act like an adult. Cho'ng odamdek qiliq qila degan gap bu. Act like. Mudamdaq qiliq qilish. Mudamdek qiliq qilish. Ya'ni bu yerda cho'ng odamdek qiliq qila demakchi. Okay? Adult, cho'ng odam, ya'ni yosh Qur'onga yetgan. Advance, bu ilgirlash degan gap. Bu nima? Ism so'zi, yana. Okay? Masalan, technological advance desak, yoki technological advances deb ko'plik bilan ishlatibdi. Texnik jihatdagi yoki texniklik ilgirlash degan gap. Demakchi, qarmoq qilib bu ism so'zi va ilgirlash deb anglamoqqa fe'ldek anlamda amaliyotda ism so'zi demakchi. Misolda ko'rsak, this is one of the great technological advances of the 20th century. Bu 20-asrninki eng cho'ng yoki eng zo'r texnikalik ilgirlashlarning birisi degan gap bu. 20-asrning eng cho'ng yoki eng zo'r texnikalik ilgirlashlarining biri deydi. Bu, okay? Ya'ni advance ilgirlash. Agar shu advancening keyingi D harfini qo'shib olsak nima bo'ldi ekan? Bu yuqori saviyalik degan so'zga aylandi. Sifat bo'ladi bu. Advanced. Okay, masalan, this course is not for advanced students of English. Bu dars ingliz tilini yuqori saviyalik o'quvchilar uchun emas degan gap bu. Okay? Ya'ni advanced yuqori saviyalik. Advantage, afzallik. Masalan, having this skill is a big advantage for you. Bu mahoratga ega bo'lish yoki bu mahoratning bo'lishi
siz uchun bir cho'ng afzallik demoqchi bu. Okay? Advantage, afzallik. Adventure, masalan, ma'nosi tavakkulchilik, sarguzash. Misol olsak, James is a young man looking for adventure. James tavakkulchilik izlayotgan bir yosh yigit demoqchi bu. Adventure, tavakkulchilik, sarguzash. Okay? Advertising, e'lonchilik, bu soha qartilgan. Masalan, are you interested in a career in advertising? Siz e'lonchilikda bir xizmatga, e'lonchilikdagi bir xizmatga qiziqamsiz degan gap bu. Career xizmat, advertising e'lonchilik. Ya'ni e'lonchilikdagi bir xizmatga qiziqamsiz demakchi. E'lonchilik, advertising. Advice, ma diqqat qilaylik. Advice deb o'qiyapman. Bu ism so'zi albatta. Tavsiya, maslahat degan gap. Masalan, take my advice before you make a decision. Ya'ni siz qaror qilishdan burun mening maslahatimni qabul qiling degan gap bu. Okay? Maslahatimni eling degan gap bu. Okay? Advice, tavsiya, maslahat bu ism so'zi. Nima ism so'z deb bakrak ta'kidlayman desangiz, sababi mana. Ma'u advice. Abim advice deb o'qiymiz degandim bu. Ama advice deb o'qiladi. Nasihat qilish, taklif berish bo'ldi. Fe'lga aylanib ketdi ma so'zimni. Masalan, Tom advised me to leave London. Tom meni Londondan ketishga nasihat qildi degan gap bu. Meni Londondan ketishimni maslahat qildi degandir. Okay? Advise, nasihat qilish, taklif berish degandek. Okay? Fe'l so'zi. Endi advisor bu kasbning bo'lgan maslahatchi, donishmand bo'lib ketadi. Masalan, you should talk to a financial advisor before making an investment. Siz mablag' solishdan burun bir iqtisodiy maslahatchi bilan paranlashishingiz kerak degan gap bu. Talk to a financial advisor. Ya'ni financial advisor nima bo'ldi? Iqtisodiy maslahatchi. Okay? Advisor, maslahatchi. Advocate. Advocate degan nima? Qo'llovchi, himoya qiluvchi degan gap. Masalan, he is a passionate advocate of human rights. U inson huquqlarininki bir qizg'in qo'llovchisi deydi. Passionate advocate. Qizg'in qo'llovchi yoki himoya qiluvchi. Okay? Ya'ni advocate qo'llovchi, himoya qiluvchi. Human rights ni deyotganimiz inson huquqlari deymiz. Affair degan ish degan gap. Masalan, internal affair deb ko'ryapsiz majmulada. Ishki ish degan gap. Masalan, it is their internal affair desak ham bo'ladi. Bu ularning ishki ishi degan gap. Affair ish. Affect, ta'sir qilish degan gap. Masalan, the heavy rain affected the traffic. Okay? Affect, ta'sir qilish, traffic degan qatnash degan gapda. Heavy rain degan nima? Qattiq yomg'ir yoki ig'ir yomg'ir. Okay? Ya'ni qattiq yomg'ir qatnashga ta'sir qildi degan gap bu. Okay? Affect, ta'sir qilish. Afford, bu chiqish qilish, chiqinmoq degan gap. Masalan, we can't afford this expensive car. Biz bu qimmat mashinaga chiqish qila olmaymiz degan gap bu. Afford, chiqish qilish, chiqinmoq. Okay? Afraid, bu qo'rqadigan degan gap. Bu sifat so'zi jumla. Masalan, he is afraid of dogs. Bu itdan qo'rqadi degan gap. Anglamoqqa bu jumla qandaqdir fe'l bilan fe'l kelayotgan, ya'ni ish harakatini bildirayotgan bir jumladek tuyuldi. Uyg'urcha desak, u ishdan qo'rqdi deb. Okay? Amaliyotda inglizchada bu qo'rqish degan qandaq bu qo'rqadigan, afraid degan so'z fe'l emas, fe'llik ma'nosi yo'q buniki. Bu sifat so'zi. Okay? Shuni sifat so'zi deb alaydi. Askarchimning sababi shu. Abiyam degandek BPLlik jumlalar qandaq? Bu bir BPLlik jumla bu. Bir xil holatni ifodalaydigan jumla, hargiz ish harakatini ifodalaydigan jumla emas shumi. Ya'ni u ishlardan qo'rqadigan holatda demoqchi. Okay? Hargiz uni Uyg'urcha, masalan, Uyg'ur tilining o'zininki ifodalash odati bor. Buningga qat'iy hurmat qilish kerak. Ingliz tilining o'zining ifodalash odati bor. Va odatni hurmat qilish kerak endi. Bu til yuqori, ma til tuvan deydigan gap yo'q. Okay? Inglizcha mishta ifodalaydi endi.
u ishdan qo'rqadigan holatda deb ifodalaydi. Biz Uyg'urchada biz u ishdan qo'rqidi deb fe'l bilan ifodalab o'tamiz. Okay? Qisqasi afraid degan so'zning ma'nosi shubha so'z ekan, bu qo'rqadigan degan ma'nosi bor ekan deb tushunsangiz bo'ladi. Okay? African bu afriqalik degan gap. Okay? Shubha so'z albatta. Masalan, the African continent is the second largest continent in the world. Afrika qit'asi dunyodagi ikkinchi eng chong qit'a degan gap bu. Afrikaning afriqalik. Okay? Biz Afrika qit'asi deb Afrika deb olamiz. Inglizchada African deb Afrikaning qit'asi deb oladi demakchi. Continent qit'a. Okay? African continent degani Afrikaning qit'asi degan gap. Okay? Ama shuna oladi demakchi. Uyg'urchada biz Afrika qit'asi deb olamiz. İsim bilan ishlatganda qilgan bilan amaliyotda bu shubha so'z bo'lib ishlanadi inglizchada. African continent. Masalan, he is African desak, bu afriqalik degan gap bu. Shuningdek bir gap bu. The African continent degani Afrikaning quruqligi degan gap. Okay? African American deb yana bir so'z bor, ko'p uchraydi. Afriqalik, Amerikalik. Masalan, Amerikadagi bulutni afriqalik ajdodlari afriqalik demakchi. Qardarliklar bu. Qardarlikni Amerikada qara demaydi. Boshqa irqdagilar qara tanliklarni qara deb chaqirmaydi. Yana bir qo'pol bir so'z bor, uni texnik ishlatmaydi. Qandoq ishlatadi deganda qardarliklarni qandoq ataydi deganda afriqalik, amerikalik deb ataydi. Okay, shuni bilib olaylik. African American degani shu qardarlik demakchi. Ya'ni ajdodi afriqalik demakchi. Okay? Demakchi Amerikada yashayotgan bo'lsangiz yoki keyin Amerikaga kelib qolsangiz hayron qolmang. Qara demaydi-ku deb. Okay? Qara demaydi, African American deydi demakchi. Xo'sh, misol olsak, Morgan Freeman is one of the most famous African American actors. Morgan Freeman deydigan bir dangliq bir kino cho'lpini bor. Cho'ng yoshli odam bo'lib ketdi hozir. Shu odamning gapi, Morgan Freeman eng dangliq afriqalik, amerikalik artistlarning birisi degan gap. African American actor, okay? Famous dangliq. African American, afriqalik, amerikalik degan gap, okay? After, bundamda din keyin degan gap. Masalan, bundamda bir ishdan keyin demakchi bu. Cümlede kelsa, please wash your hands after using the toilet. O'birning ishlatib bo'lgandan keyin qanday qiling deydi? Qo'llaringizni yuviting deydi. Okay? After dan keyin. Afternoon, tushdan keyin. Masalan, I never drink coffee in the afternoon. Men tushdan keyin hargiz qahva ichmayman degan gap bor. Afternoon, tushdan keyin. Again, qayta yana bir qatam. Masalan, if you do this again, I will tell mom. Kichik bolalarning deydigan gap bu. Agar sen bu ishni yana qilsang, yana bir qatam qilsang yoki qayta qilsang, men opamga deyman degan gap bu. Again, qayta yana bir qatam. Against. Bundamda qarshi degan gap. Bundamda bir narsaga qarshi. Masalan, I have nothing against you degan nima? Menda senga qarshi hech nima yo'q degan gap. Okay? Mening senga qarshi hech bir nimam yo'q demoqchi bu. Against, bunda bir narsaga qarshi. Age, yosh degan gap. Masalan, mancha yosh degandakchu. At the age of 15, his family took him to France. Masalan, 15 yoshida uni ailasi Fransiyaga olib borgan degan gap. Okay? Age, yosh. Agency, bu agent, apparat degan ma'nosi bor so'z. Masalan, ma jumlada travel agency deb kelyapti. Biz Uyg'urchada sayohat shirkati deb olamizmi amaliyotda? Shirkat degan gap emas bu. Sayohat apparati yoki sayohat agenti deb olsakmi xato emas, okay? The travel agency gets very busy with the start of the summer season. Sayohat agenti qachon aldirash o'qishdi deydi? Yoz faslining boshlanishi bilan aldirash o'qishdi degan gap. Okay? Summer season, yaz fasli. Start degan boshlanishi bu, very busy night aldirash. Agency degan nima bo'ldi? Uzun gapning qisqasi agent yoki apparat degan gap, okay? Agenda, bu kun tartib degan gap. Masalan, his speech was not on the agenda.
Onun nutqi kun tartibda yo'q edi degan gap bu. Kun tartibning degan gap bor. Agenda kun tartib. Agent. Bu vakolatchi degan gap. Masalan, my agent told me to get ready for a new meeting degan bo'ldi. Mening vakolatchim meni yangi bir yig'inga tayyor bo'lishga menga dedi demoqchi u. Vakolatchim meni yana bir yangi bir yig'inga tayyor bo'lishga gap qildi yoki dedi. Okay? All right, aggressive degan nima? Aggressive degan tajovuzkor, hujumkor degan gap. Masalan, mijoz xarakteri, mijoz xarakteri bir xil etilib turadigan demoqchi u. A successful businessman has to be aggressive. Bir muvaffaqiyatlik yoki g'alaba qozongan demoqchi u. Tijoratchi qandoq tajovuzkor bo'lish kerak dedi. Mijoz xulqi, mijoz xarakteri etilib turgan bo'lish kerak. Ashta bo'lganda g'alaba qila oladi demoqchi u. Aggressive, tajovuzkor, hujumkor, okay? Ago. Bu mudamdaning oldida yoki mudamdan ilgari degan gap. Masalan, bo'lib vaqt ishlatildi. I saw him 5 minutes ago degan nima? Men uni 5 minutning oldida ko'rgandim yoki 5 minut ilgari ko'rgandim degan gap. Ago ilgari oldida. Agree, qo'shilish. Masalan, I agree with you 100% degan bo'ldi. Men sizga 100% qo'shilaman degan gap. Agree, qo'shilish. Agreement, kelishim. Masalan, we have an agreement desak bizda bir kelishim bor degan gap. Agreement, kelishim. Agricultural, bu dehqonchilik degan gap. Masalan, he grew up in an agricultural community. Community degan aholi rayoni yoki mahalla degan ma'nosi bor. Nima degan gap bu? U bir dehqonchilik aholilar rayonida cho'ng bo'lgan degan gap bor. Yoki dehqonchilik rayonida cho'ng bo'lgan, okay? Agricultural community. Agricultural dehqonchilik, okay? Bu ha degan gap. Masalan, there you are desak nima? Miyada ekansiz go degan gap. Izlab qadimini topganda degan gap bu. There you are degan ana ayar ekansa yoki mana ekansan go degandek-ku. Ahead. Mudamdanning oldida degan gap. Masalan, there were 4 people ahead of me at the doctor's. Doktorningki ishxonasida yoki doktorningki shu yerida demoqchi-ku. Mening oldimda 4 odam bor edi deydi. 4 people ahead of me. Ahead of me degan mening oldimda degan gap, okay? 4 odam bor edi. Endi doktorning yanida shu doktorning ishxonasida demoqchi-ku. Doktorning shu joyida demoqchi. Mening oldimda 4 odam bor deb o'chirib turganning gapi bu, okay? Aid, bu yordam degan gap. Masalan, he received legal aid. U qonuniy yordamni qabul qildi degan gap bu yoki erishdi, okay? Received. Legal aid, qonuniy yordam. Legal degan qonuniy degan gap ekan. Aid degan-chi yordam, okay? Shu aidningki yana bir xili bor. Masalan, abayqi aid yordam qandoq? AID deb yozilgan bo'lsa, ma yordamchi degan so'z qandoq? AIDE deb yoziladi. Okay? Masalan, bo'lib ama siyosiy jihatga jiqroq ishlatildi. Nima jihatda demoqchi? Hukumat organlarida demoqchi. Anderson has worked as an aide to the mayor for 3 years. Anderson nimaga shahar boshlig'i degan gap-ku, mayor degan. Shahar boshlig'iga yordamchi bo'lib ishladi degan gap. 3 yil shahar boshlig'iga yordamchi bo'lib ishladi. Hukumat sohasidagi demoqchi. Hukumat sohasidagi shuna bir yordamchi demoqchi. Masalan, prezidentning yordamchisi, shahar boshlig'ining yordamchisi yoki bo'lmasa yana bir huquqdorningki yordamchisi degandek-ku. Aid, yordamchi. Yezilishi AIDE, okay? Mana aidismda AIDS, okay? AIDS kasallik qartilgan. Masalan, unlike the virus that causes the flu, the AIDS virus cannot be transmitted through the air. Flu degan yuqumli zukam, cause degan keltirib chiqarish degan gap, virus degan virus, unlike degan o'xshamaydi degan gap, o'xshamaydigan degan gap. Ya'ni yuqumli zukamni keltirib chiqaradigan virusga o'xshamaydigan holda degan gap. Yuqumli zukamni keltirib chiqaradigan virusga o'xshamaydigan yeri yoki
develop the AIDS virus. AIDS'ning virusi qandaq cannot be transmitted. O'tmaydi demekçi. Through the air. Yoki yuqmaydi demekçi o. Through the air. Hava orqali deydi. Okay? Ya'ni yuqumliq zukamni keltirib chiqaradigan virusga o'xshamagan holda yoki o'xshamaydigan yeri shuki, AIDS virusi hava orqali yuqmaydi deydi. Okay? AIDS. Aim, masalan qarg'a elish. Aim well before you shoot. Yaxshi qarg'a ol, etishdan burun degan gap bu. Qurolni etishdan burun yaxshi qarg'a ol degan gap bu. Aim well, yaxshi qarg'a elish. Aim qarg'a elish. Air, havo degan gap. Masalan, the air is too polluted here. Havo bak bulg'angan degan gap bu. Havo bak bulg'unliqkan bu yerda deydi. Okay? Air, havo. Polluted degan nima? Bulg'unmish. Okay? Yoki bulg'angan. Okay, ma'lumki BP'lik jumla is polluted deydi. Bulg'angan holatda demakchi havo. Bu bir holatni bildiradigan jumla, hargiz ish harakatni bildiradigan jumla emas. Bulg'unib deb ish harakatni bildiradigan holatda tarjima qilinmaydi. Demakchi Uyg'urcha ashta bulg'un bu yana havosi to'lib bulg'angan deb olsam bo'ladi. Okay? Bulg'angan holatda demakchi bu. Aircraft, masalan aeroplan, havo qatnash qurollari degan gap bu. Albatta, aeroplanni airplane deydi, plane deydi. Mal umumiy atalg'usi aeroplanni yoki havo qatnash qurollarininki. Aircraft. Okay, masalan, please remember to take all your personal belongings with you when you leave the aircraft. Aeroplandan ayrılganda o'zingizning shaxsiy tabiatliklaringizni elevishni esingizda tuting degan gap bu. Okay? Aeroplandan ayrılgan chaqda o'zingizning tabiatliklaringizni o'zingiz bilan elevishni esingizda tuting degan gap. Okay? Aircraft, aeroplan, havo qatnash qurollari. Okay? Airline, bu aviatsiya shirkati degan gap. Masalan, what airline did you fly with? Siz qaysi aviatsiya shirkati bilan uchdingiz degan gap bu. Okay? Fly with. Uçuş. Airline, aviatsiya şirketi. Okay? Airport, bu aerodrom degan gap. Masalan, the airport is located 30 miles south of the city. Airport, ya'ni aerodrom, shaharninki 30 mil janubiga joylashgan degan gap bu. Airport, aerodrom. Okay? Located, joylashgan degan gap. Album, plastinka. Masalan, his new album sold 1 million copies. Bunun yeni plastinkisi 1 milyon setildi deydi. 1 milyon kopyası setildi. Yani 1 milyon tane plastink setildi demek o. Okay? Album, plastinka. Alcohol, spirit. Mesela most wines contain about 12% alcohol. Zor köpçülük üzüm arakları 12% spiritini öz içine algan bulundu degan gap bu. 12% etrafında. About. Okay? Contain degan öz içine elish. Okay. Elish. Yani 12% spiritini algan bulundu öz içine demekçi o. Alcohol, spirit. Bunun arak degan ma'nosi var. Okay? Alcohol, spirit. Alive, hayat. Mesela he must be 90 this year if he is still alive. Bu agar yelimi hayat bo'lsa, cho'qim 90 yoshga kirdi degan gap. Okay? Bu yil yelimi hayat bo'lsa, cho'qim 90 yoshga kirdi degan gap. Okay? Alive, hayat. All, bu hamma degan gap. Masalan, all 4 of her children are under 6. Uningki 4 bolasining hammasi 6 yoshdan tuvan, 6 yoshning tuvanda tigida degan gap bu. Under 6, altının tigida. Okay? All 4 of her children. Uning 4 bolasining hammasi degan gap. All, hamma. Okay? Alliance. Bu birliklar, ittifoq degan gap. Masalan, Switzerland does not belong to any military alliance. Military degan harbiy degan gap. Harbiyning yoki. Okay? Yani belong degan tabi'a bu. Shvetsariya deydi, Shvetsariya. Shvetsariya hech qanday bir harbiy ittifoqqa yoki harbiy birlik safga
tava emas degan gap qo'y, betaraf davlat qo'y urush qilmaymiz deydigan. Alliance, birlik sap, ittifoq. Mishada military alliance deb kelyapti deyni, harbiy birlik sap yoki qurolli birlik sap demoqchi. Okay? Allow, ruxsat qilish. Masalan, you are not allowed to smoke on the airplane. Siz aeroplanda tamak chekishga ruxsat qilinmaysiz degan gap bu. Okay? Ruxsat qilish, allow. Okay? Ally. Ally degan ittifoqdosh degan gap bu. Masalan, he built a network of political allies. Yani political allies deb qo'yadi, ya'ni siyosiy ittifoqdosh degan gap. Ya'ni bu bir siyosiy ittifoqdosh to'rini qurdi degan gap bu. Built a network of political allies. Network degan to'r degan gap bu. Ya'ni bu o'ziningki shu bir siyosiy ittifoqdosh to'rini qurdi demoqchi. Okay? Almost, tas. Masalan, I almost forgot to give you the money. Men sana pulni berishni unutib qolib tas qolibdiman degan gap. Okay? I almost forgot. Men tas qolibdiman unutib. Men asosan unutibdiman degandek bir ma'nosi chiqdi. Shu tas qolibdiman demoqchi, unutib qilay. Okay? Mana to'g'ri tushunsangiz inglizcha inglizcha deyilishadi odatini. İngilis tilinin ifadalash odatini to'g'ri tushunsangiz chiqdi buning ma'nosi. Men asosan unutibdiman sizga nimani pulni berishni degan gap bu. Amaliyotda shu tas qolibman unutib qilay degan ma'nosi bor. Almost tas. Okay? Alone, yolg'iz degan gap. Masalan, you cannot do this alone. Siz bu ishni yolg'iz qilolmaysiz degan gap bu. Alone, yolg'iz. Along. Bunda bir narsani bo'ylab degan gap. Masalan, he took a long walk along the banks of the river. U daryo qirg'oqlarini bo'ylab uzun mangdi degan gap bu. Okay? Along the banks of the river. Yani daryo bo'ylarini bo'ylab. Okay? Daryoning qirini bo'ylab demoqchi. Along bunda narsani bo'ylab. Okay? Already. Allaburun degan gap. Masalan, I have already read that book. Men u kitobni allaburun o'qib bo'ldim deydi. Already allaburun. Also, yana, masalan, this information is also available on the website. Bu uçur yana to'rbetimi bar degan gap, available degan bar degan gap qo'y. Yana ayrim ko'rimizmi available degan so'zni, okay? Yana bu yerdagi asosli o'rganayotgan so'zimiz qanday? Also, yana degan gap, okay? Alter, bu o'zgartirish degan gap. Masalan, she had the dress altered for the wedding. U ko'ylakni to'y uchun wedding degan to'y bu. To'y murosimi. U ko'ylakni to'y murosimi uchun o'zgartkizdi deydi. O'zgartkizdi, okay? Qisqasi alter degan o'zgartirish. Okay? Alter o'zgartirish. She had the dress altered for the wedding. U ko'ylakni to'y murosimi uchun o'zgartkizdi. Alter o'zgartirish. Alternative. Bu yana boshqacha degan gap. Masalan, do you have an alternative suggestions? Sizda yana boshqacha nim bormi? Taklif bormi degan gap. Alternative boshqacha, ya'ni talg'il bo'lgan yana birsi demoqchi. Okay? Alternative. Yana birsi, yana bir boshqacha degandek-ku. Okay? Although, bu garchi degan gap. Masalan, although he came, he did not tell us anything. Gerçi o kelgan bo'lsa-mu bizga hech nima deb bermadi degan gap bu. Although gerçi, okay? Always, davomli, hamisha degan gap. Masalan, she always drinks coffee in the morning. U hamisha atiginisi qahva ichadi deydi. Always, hamisha davomli, okay? AM, tushdan burunninki qisqartirilmishi, masalan, work starts at 9 AM. Ish 9 da boshlandi degan gap bu. AM degan tushdan burun. Albatta tushdan keyinni bilasiz cho'qim. PM, okay? AM degan tushdan burun. Amazing, masalan, ajoyib, odamni hayron qoldiradigan darajada ajoyib demoqchi. Masalan, that movie was truly amazing. Truly degan haqiqatan degan gap bu. Movie degan kino. Kino haqiqatan ajoyibkan degan gap. Okay? Ajoyib, odamni hayron qoldiradigan darajada demoqchi bu. Okay? Amazing, ajoyib. American, Americanning degan gap. Masalan, her mother is American. Uning opsi Amerikalik degan gap bu. Okay? American, Amerikalik yoki Americanning.
Among, mesela arasında degan gap. Mesela there was a famous star among them. Ularning orasida bir dangliq cho'lpon bor edi degan gap bu. Arasida. Among, okay? Amount, miqdor. Mesela the right amount of food is good for your health. Right amount degan nima? To'g'ri miqdor degan gap bu. Nimaning to'g'ri miqdori deydi? Tomoqning to'g'ri miqdori. Ya'ni to'g'ri miqdordagi tomoq yoki tomoqning to'g'ri miqdori salomatligingiz uchun foydali demakchi-ku, jiq yemang demakchi-ku, yoki oz yemang demakchi-ku. To'g'ri miqdor yoki right amount. Amount degan nima? Miqdor. Analysis, analiz degan gap. Masalan, further analysis of the data is needed. Further degan texim ilgirlagan aldiki degan gap. Analysis degan analiz bo'lsa, ya'ni texim ilgirlagan analiz lozim demakchi-ku, zarur demakchi-ku. Okay? Nimaninki texim ilgirlagan aldiki analizi data deydi bunga. Sonliq ma'lumotninki, son siferninki, okay? Sonliq uchurninki yoki bo'lmasa. Okay? Ya'ni further analysis of the data is needed. Sonliq uchurninki texim ilgirlagan analizi ehtiyojli demakchi-ku, yoki zarur. Okay? Analysis, analiz. Endi analyst deb bir so'z bor. Bu analizchi degan gap. Analyst. Masalan, he is a financial analyst. U iqtisodiy analizchi degan gap. Maxsus iqtisodni tahlil qiladigan bir odam demakchi-ku. Analyst, okay? Abayaq nimada analysis, analiz. Mana analyst, analizchi, okay? Endi analyze deb yana bir so'z bor. Bu analiz qilish degan gap. Bu fe'l bo'lib ketdi, ya, tahlil qilish. Masalan, we need someone to analyze this data for us. Biz birisiga ehtiyojli deydi. Bu nima qilishga? Mana son siferni yoki sonliq ma'lumotni analiz qilishga qildigan birisiga ehtiyojli. Okay? Biz mana sonliq miqdorni biz uchun analiz qilib beradigan birisiga ehtiyojli degan gap bu. Analyze, analiz qilish, tahlil qilish. Okay? We need somebody to analyze this data for us. Analyze, analiz qilish, tahlil qilish. Ancient, qadimgi degan gap. Masalan, ancient people used stones to cut things degan gap. Qadimgi insonlar toshlarni ishlatib narsalarni kesatdi degan gap. Okay? Yoki narsalarni kesishda toshlarni ishlatdi degan gap. Okay? Ancient, qadimgi, qadimiy degandekchu. And masalan, va bilan buni to'limi ko'p uchratgan tonishli bir so'z, eng oddiy so'zlarning birisi. Lekin shuning bir jumlada bir ab o'tib ketsak, bu aytdi yaxshi bir misol bu. You and I need to have a conversation. Siz bilan men ehtiyojli nimaga? Bir paranglashishga deydi. Have a conversation. Paranglashish, okay? Siz bilan men paranglashishga ehtiyojli, paranglashishimiz zarur degan gap bu. And va bilan mujbanda mushunday bir jumlani ko'rdingiz degan gap. Anger, achchiq, g'azab. Anger is harmful if not controlled. Kontrol qilinmasa, qandaq ziyonliq deydi. Harmful, ziyonliq, okay? Nima demakchi? Shu achchiq demakchi. Achchiq kontrol qilinmasa, ziyonliq demakchi. Anger is harmful if not controlled. Anger, achchiq, g'azab, okay? Angle. Angle bo'lsa nima bo'ldi? Bulong, burjak bo'ldi. Masalan, he and I look at things from different angles. Buning bilan men narsalarga qaraymiz o'xshamagan bulong deydi. Ya'ni buning bilan men narsalarga yoki ishlarga o'xshamagan nuqtadan qaraymiz demakchi. Ya'ni ko'shma ma'nosi ham nuqta bo'ldi. So'z ma'nosi nima bo'ldi? Bulong, burjak degan bo'ldi. Okay? Ko'shma ma'nosini buni yozib qo'yishni unutib qolibmiz, kechiringlar. Angle nuqta deb tushunsangiz bo'ldi. Okay? Angle, nuqta, bulong, burjak degandekchu. Angry, masalan, xafa, achchiqlangan degan gap. Bu sifat so'zimi? Abaq anger degan ism tema. Angry bo'lsa sifat bo'ladi. Masalan, when you are angry, you might do stupid things. Siz achchiqlangan chaqda ahmoqona ishlarni qilishingiz mumkin deydi. You might do stupid things, okay?
ahmoqona ishlarni qilishingiz mumkin. Achchiqlangan chog'ingizda. Angry, achchiqlangan. Okay? Yoki xafa. Animal, hayvon. Masalan, football hooligans are just animals. Bu futbol savoqdashlar hammamiz bilamiz, cho'qim futbol degan gap bu. Hooligan degan lukchaklar, futbol lukchaklari demakchi. Yoki ashib keladi bu. Are just animals. Faqatla hayvonlar demakchi. Futbol lukchaklari hayvonlar demakchi. Okay? Animal, hayvon. Anniversary. Xotir kun degan gap. Masalan, we are going to celebrate our 5-year anniversary next week deganmi? Biz kelarapda o'zimizning 5 yillik xotir kunini tabriklaymiz deydi. Okay? Celebrate, tabriklash. Anniversary nima bo'ldi? Xotir kun. Okay? Announce. E'lon qilish, jakalash degan gap. Masalan, the teacher will announce the results tomorrow. O'qituvchi natijalarni qanday ata e'lon qiladi deydi. Ata jakalaydi. Okay? Announce, e'lon qilish, jakalash. Annual, yillik degan gap. Masalan, his annual salary is 100k. K degan 1000 tango. Uning yillik maoshi 100,000 demakchi. 100,000 nisqatlar 100k deb mataydi. Buni bilimizga cho'qim. Annual, yillik. Okay? Another, masalan, yana bir degan gap. Masalan, another year passed and we got older. Yana bir yil o'tdi, biz qaridik degan gap. Okay? Texim qaridik demakchi. Older. Another, yana bir. Answer, javob degan gap. Masalan, I need an answer to my question. Men savolimga savolimga berilgan javobga ehtiyojim bor degan gap. Ya'ni savolimga berilgan javobni lozim qilmaydi demakchi. Men javobga ehtiyoj. Okay? Savolimga bo'lgan javobga ehtiyoj uchun javob ber demakchi bir odamdan javob so'rayotganda deydigan gap. I need an answer. Bir javobga ehtiyojli. Nimaga javobga? Savolimga demakchi. Savolimga berilgan bir javobga ehtiyojli. I need an answer to my question. Okay? Answer, javob. Qisqasi. Question degan savol va all right, anticipate. Bu kutish, faraz qilish degan gap. Masalan, a good speaker can anticipate an audience's needs and concerns. Bir yaxshi nutqchi deydi. Yani natiq demakchi, speaker degan nutq so'zligichi natiq. Okay? Can anticipate. Faraz qila oladi deydi. Nimani? An audience's needs and concerns. Tomoshabinlarningki ehtiyoji bilan mana ansirashlarini deydi. Okay? Yani bir yaxshi natiq yoki yaxshi nutq so'zligichi o'zininki tomoshabinlarningki ehtiyoji va ansirashlarini qanday oldin faraz qila oladi yoki faraz qila oladi demakchi. Anticipate. Faraz qilish, kutish. Okay? Anticipate. Anxiety, masalan, andisha, vasvaschilik degan gap. Masalan, it can help if you discuss your anxieties with someone. Agar siz o'zingizga vasvaschilikni birisi bilan muzokaralashib baqsangiz, cho'qim buni yordam bergan gap. Okay? Agar siz vasvaslaringizni birisi bilan muzokaralashib baqsangiz, cho'qim yordam bergan. It can help. Okay? Yordam ber. Anxiety, vasvaschilik, andisha. Okay? Any, hech qancha ozroqmi. Masalan, we don't have any food left. Bizda hech qancha tamoq qolmadi degan gap bor. Left degan qilish, eshib qilish degan gap bor. Okay? Bizda hech qancha tamoq eshib qolmadi. Any, ozroqmi, hech qancha. Okay? Anybody, har qanday odam. Masalan, you can ask anybody if you don't believe me. Sen agar menga ishonmasang, har qanday bir odamdan so'rab baqsang bo'ladi degan gap bu. Anybody, har qanday odam, okay? Any more, yana. Masalan, if you have any more questions, please see me after the meeting. Agar sizda yana savol bo'lib qolsa, yig'indan keyin meni izlang degan gap bu. See me, okay? Men bilan ko'rishing yoki, okay? Yana savollaringiz bo'lib qolsa, yig'indan keyin men bilan ko'rishing, okay? Any more, yana. Anyone, har qanday odam. Masalan, anyone can join our group. Bizningki guruhimizga har qanday odam qo'shila oladi, qo'shilsa bo'ladi degan gap bu. Okay? Anyone, har qanday odam. Avayqa anybody o'xshaydi ekan.
anything deganing bo'ldi, har qanday ish. Masalan, I will do anything to get into that company. Men shu shirkat kirish uchun har qanday ishni qilaman degan gap bu. Okay? Har qanday ish, anything. Anyway, baribir qisqasi, masalan, I'm going there anyway. Masalan, men baribir bu yerga bormayman degan gap. Okay? Anyway, baribir qisqasi degandek. Anywhere, har qanday joy. Masalan, I'm sure you can find a good job anywhere. Men jazmlashtira olamanki, siz har qanday yerda, har qanday joyda bir yaxshi xizmat topa olasiz. Anywhere, har qanday joy. Okay? Apart, ayrim, ajralgan holda degan gap. Masalan, apart from that, we don't have any problems. Ayrim hisoblaganda, demakchi, ayrim bo'lganda bizda hech qanday masala yo'q. Demakchi, ma'lum bir masala bor. Shuningdan boshqasi, demakchi, shuni ayrim tug'anda u yoki ayrim bo'lganda bizda boshqa masala yo'q demakchi u. Problem masala. Apart, ayrim, ajralgan. Okay? Apart from that, we don't have any problems. Okay? Apartment. Bu bina uy degan gap. Masalan, I have been living in this apartment for 3 years. Men bu bina uyda turayotgan qanday yoki yashayotganga 3 yil bo'ldi degan gap qo'y. Okay? Apartment, bina uy. Apparent. Roshan aniq degan gap. Masalan, it soon became apparent that we had a major problem. Uzun o'tmay degan gap bu. It soon became apparent degan. Uzun o'tmay roshan bo'ldiki, became apparent degan roshan bo'lish bu. Uzun o'tmay roshan bo'ldiki, we had a major problem. Bizda bir cho'ng bir masala bor ekan. Ya'ni uzun o'tmay aniq bo'lishicha yoki roshan bo'lishicha bizda bir cho'ng asosli masala bor ekan. Major problem, asosli masala, cho'ng masala. Okay? Qisqasi bu jumladagi yangi so'z qanday? Apparent, roshan, aniq. It became apparent, masalan. Became degan aylanish ku, roshan bo'lib aylandi demakchi, shu ma'lum bir ish roshan bo'lib aylandi demakchi, roshan bo'ldi demakchi, apparent, roshan, aniq. Apparently, masalan bu shu hozirgi apparentningki ravish so'zi, askartishni unutib qolibmiz. Apparent bo'lsa sifat bo'ladi, apparently bo'lsa qanday ravish so'zi. Masalan, roshanki, aniqki degan gap. Masalan, apparently he doesn't know anything. Roshanki u ishni bilmaydi ekan yoki aniqki u ishni bilmaydi ekan. Apparently, aniqki, roshanki. Avayqa apparent, aniq, roshan. Okay? Appeal, jalb. Masalan, this film has great appeal for young audiences. Bu filmninki yosh tomoshabinlarga bo'lgan jalbi nihoyat kuchli demakchi, yoki nihoyat kuchli jalb bor demakchi. Great appeal, jalb. Okay? Appear degan ko'rinish. Masalan, I don't want to appear rude. Men qo'pol bo'lib ko'rangim yo'q degan gap. Mening qo'pol bo'lib ko'rangim yo'q degan gap. Appear, ko'rinish. Yoki o'tirg'i chiqish demakchi. Men qo'pol bo'lib o'tirg'i chiqim yo'q yoki qo'pol bo'lib ko'rangim yo'q. Appear. Avval o'xshamadi. Appeal, appeal, jalb. Appear, ko'rinish. Okay, bu appeal so'zi qo'y, ko'rinish, o'tirg'i chiqish degandek. Mana ism shaklining bo'ldi, appearance. Bu tashqi qiyofati degan gap. Masalan, her appearance surprised everyone. Uning tashqi qiyofati hammalarni hayron qoldirdi degan gap bu. Appearance, tashqi qiyofat. Apple, olma, albatta. Bu darsimizda eng birinchi so'z bilan ko'rgan to'q. Is that an apple? Deb olmami deb. Xo'sh, nima ish bu yerga Apple'ni qistirib qo'ydingiz ma'lum desangiz, Apple albatta yaxshi narsa. Anondagi majumni uyg'unasini dedim masalan. Qarang, an apple a day keeps the doctor away. Kunda bir olma doktorni ijroq qiladi. Keeps degan ijroq ma'lum bir holatda tutish, ma'lum bir holatda saqlash degan ma'nosi bor. Demakchi, doktorni ijroq tutadi, ijroq saqlaydi deganchi. Ya'ni kunda bir olma yeb bersangiz doktorga olmaysiz degan gap bu. Okay, an apple a day keeps the doctor away. Apple, alma. Application, iltimos degan gap. Masalan, my application was turned down.
turned down degan was turned down degan nima rad qilindi degan gap ku. Okay, application iltimos. My application was turned down, mening iltimosim rad qilindi. Okay, apply iltimos qilish bu fe'l bo'lib ketdi. Application degan iltimosdi. Sifat ism so'zi. Apply degancha iltimos qilish fe'l bo'ldi. Ya, masalan, you can apply to other universities if this one is not for you. Agar bu siz uchun mos kelmasa, sizga mos kelmasa yoki siz uchun bo'lmasa demakchi u. Boshqa universitetlarga iltimos qilsangiz bo'ladi degan gap bu. Okay? If this one is not for you. Agar bu siz uchun bo'lmasa, ya'ni sizga to'g'ri bo'lmasa demakchi u. You can apply to other universities. Apply iltimos qilish, okay? Appoint, belgilash. Masalan, the committee appointed him as chairman. Komitet uni nima? Chairman degan nima? Dahi bu yoki dahi deb ma'nosi va yoki bo'lmasa beshi deymiz bu bir komitetningki beshi boshlig'i, ya. Komitet boshlig'i chairman. Demakchi, komitet uni boshliq qilib belgiladi degan gap bu. Appoint, okay? Belgilash. Chairmanninki uyg'urchasini naq topolmay qoldim, kechiringlar. Dahi degan ma'nosi va undan boshqa shu bir organninki boshlig'i. Okay? Xo'sh, bu yerdagi asosli so'z appoint, ya'ni belgilash, okay? Appointment ko'rishish navbati. Masalan, ko'rishishga navbat olamiz uni. Bir varsak yoki bir muhim bir masalan advokatni ko'rishmoqchi bo'lsak, bundaq ishlarda qandaq ko'rish navbati deb borgan shu appointment. Masalan, I have an appointment with my doctor. Mening doktorim bilan ko'rish navbatim bor degan gap. Okay? Appointment ko'rish navbati. Appreciate, minnatdor bo'lish. Masalan, he never appreciates anyone's help. U hargiz yoki hech qachon hech qanday bir odamningki yordamiga minnatdor bo'lmaydi degan gap bu. U hech kimning yordamiga hech qachon minnatdor emas demakchi. Appreciate, minnatdor bo'lish. Okay? Masalan, I appreciate you deydi. Men sizdan minnatdor demakchi u. Okay? Approach, yo'l, usul. Masalan, bir ishni qilishdik, ya. Your approach to this matter is completely wrong. Sizning bu ishga bo'lgan usulingiz, bu ishga nisbatan yo'lingiz, tutgan yo'lingiz yoki usulingiz demakchi bu completely wrong, butunlay xato deydi. Approach, yo'l, usul. Appropriate, muvofiq. Masalan, this is not an appropriate time for this discussion. Bu muvofiq vaqt emas degan gap. Nima uchun? Ma'vu datalash uchun yoki ma'vu muzokara uchun. Okay? Bu muzokara uchun muvofiq vaqt emas dedi. Appropriate, muvofiq. Okay? Approval, tasdiq. Bu ism so'zi, ya. Masalan, without his approval we cannot start this business. Uning tasdiqsiz biz bu tijoratni boshlayolmaymiz degan gap bor. Without his approval, uning tasdiqsiz. Ya'ni approval degani nima? Tasdiq. Approve, bu tasdiqlash degan gap, masalan, ma'qullash degandek-ku. The manager approved my resignation. Ish boshqaruvchi yoki menejerim qandaq meningki xizmatni istifa berish nimamni iltimosimni shadi. Xizmatni istifa berishimni yoki tasdiqladi degan gap bu. Resignation, xizmatni istifa berish, okay? The manager approved my resignation. Ish boshqaruvchi yoki boshlig'im demakchi bu yerda. Meningki ishdan istifa berishimni tasdiqladi. Approve, tasdiqlash. Okay? Approximately, taxminan degan gap. Masalan, it takes approximately 5 hours to finish it. Uni tugutish uchun yoki finish it. Uni tugutish uchun taxminan 5 soat vaqt ketadi degan gap qo'y. It takes approximately 5 hours to finish it. Approximately, taxminan, okay? Yoki o'pcho'risda atrofida degandek ma'nosi bor. Approximately, okay? Taxminan o'pcho'risda atrofida degandek. Arab, masalan, Arabning degan gap. Masalan, Qatar is one of the richest Arab states. Qatar
eng boy arab davlatlarining biri degan gap bu. Bu yerga state degan nima? Davlat qartilgan. Country degan bu davlat albatta, state degan bu davlat. Misol Arab states degan bo'lsa arab davlatlari bo'ladi. Okay? Arab nima degan gap. All right, architect degan loyihaligüchi. Masalan, he is the architect behind this big plan. Bu cho'ng planning kaynidagi loyihaligüchi degan gap. Architect, loyihaligüchi. Okay? Area, rayon. Masalan, this area is not for smoking. Bu rayon tamak chekish uchun emas degan gap bu. Smoking degan tamak chekish degan gap bu. Ismda shakli, ya. Fe'l emas demakchi. Ya'ni area, rayon, okay? Argue, masalan, talashish, datalash qilish degan gap. Argue, masalan, there is nothing to argue about. Bu yerda talashadigan hech nima yo'q degan gap. Okay? Argue, talashish. Argument bo'lsa datalash bo'ladan ism bo'lib ketdi, qarang. This argument cannot be settled this way. Bu datalash ma usul bilan yoki ma yo'l bilan nima bo'lmaydi, hal bo'lmaydi degan gap bu. Cannot be settled. Hal bo'lmaydi. Hal bo'linmaydi demakchi. Okay? Settle degan shu besiq turish, hal qilish degandek ma'nosi bor. Xo'sh, asosli so'z argument, datalash, okay? Arise, paydo bo'lish degan gap. Masalan, we need to do something if you don't want the same thing. You need to do something if you don't want the same thing to arise again. Yani, o'xshash ishninki yana qayta paydo bo'lishini umid qilmasang yoki xohlamasang, bir ish qilishing kerak dedi. You need to do something. Bir ish qilmasang, bir ish qilishing kerak, bir ish qilishing zarur, okay? Ya'ni o'xshash ishning qayta paydo bo'lishi degani shu same thing arise again demak bo'ladi, okay? Arise paydo bo'lish, okay? Arm, bilak, odamning biligi bor. Masalan, I hurt my arm yesterday. Men tunugun biligimni zaxmlantirib oldim degan gap bu. Arm, bilak, okay? Armed bo'lsa qurollangan bo'ladi. Endi mana sifat o'zgarib ketdi, qarang. Armed police raided the building. Qurollangan soqchilar qandoq binoga hujum qildi degan gap qo'y yoki binoni ishg'ol qildi degandek-ku. Hujum qilib ishg'ol qildi. Raided. Okay? Asosiy so'z armed bu. Armed, ya'ni qurollangan, okay? Armed police qurollangan soqchi. Army, armiya degan gap. Masalan, at 18 I decided to join the army. Men 18 yaşında men armiyaga qatnashishni qaror qildim degan gap bu. Armiya, okay? Decided, qaror qildim. Around, bundan atrofida, masalan, taxminan degandek bir so'z, bu approximately degandek bir gap. I will be there at around 3 p.m. Men taxminan shundan keyin soat 3 da demak shu PM degani. Aşağıda bo'lmayman degan gap. Ya'ni men 3 ta atrofida, 3dan keyin 3 ta atrofida aşağıda bo'lmayman degan gap ku. Around, atrofida, okay? Arrange, o'rinlashtirish, bo'lqi. Fe'l so'zi jumu. Nimishqa bu yerga tirnoq ichiga fe'l so'zda biz qo'ygan sababini hozir ko'rasiz. Could you arrange a meeting for me? Men uchun bir yig'in o'rinlashtira olamsiz degan gap ku bu. Okay, arrange, o'rinlashtirish. Fe'l so'zi, ya. Xo'sh, arrangement bo'lsa nima bo'ldi? Bu o'rinlashtirish ism so'z bo'lib ketdi. O'rinlashtirish qilamiz deb qo'yamiz-ku. Demak, he forgot about the arrangement. Bu o'rinlashtirish haqida unutib qolibdi yoki o'rinlashtirishni unutibdi degan gap bu. Okay? Yoki o'rinlashtirish to'g'riliq butunlay unutibdi degandek-ku. Forgot, unutish, unutibdi. Arrangement, o'rinlashtirish. Avval qilsa arranged. Fe'l, arrangement ism. Okay? Arrest, qo'lga olish. Masalan, the police arrested him and took him away. Soqchi uni qo'lga oldi va uni olib ketdi degan gap bu. Okay? Arrest, qo'lga olish. Arrival, yetib kelish degan gap bu ism so'zi jumu. Yetib kelishni fe'ldek anglandi-ku amaliyotda, lekin ism so'zi. Masalan, his arrival made everybody so happy. Uni yetib kelishi hamma odamni xush qildi degan gap bu. Arrival, yetib kelish. And the arrive degan bo'lsa qanday bo'ldi ekan? Fe'l so'z bo'ldi ekan. Bu yetib kelish amaliyotda fe'l bu. Qarsangiz, she said she would arrive late.
u o'zininki kechikib yetib kelganligini dedi deydi yoki aytdi. Okay? Arrive, yetib kelish. Avayq arrival degan ismda yetib kelish, ma arrive degan fe'l yetib kelish. Okay? Art, san'at. Masalan, he studied art at Columbia University. U Columbia Üniversitesida san'at o'qigan deydi bu. Art, san'at. Okay? Article, maqola. Masalan, the article in the newspaper said some bad things about him. Gazetdagi maqola u to'g'riliq ba'zi yomon ishlarni so'zlabdi deydi. Yomon gaplarni qilibdi yoki yomon narsalarni debdi. Okay? Article, maqola. Artist, sanatkar. Masalan, she wants to be an artist. Uning sanatkar bo'lg'isi bor. Okay? Yoki bu sanatkar bo'lmoqchi. Okay? Artist, sanatkar. Artistic, bu sanatkorlarga xos yoki sanatchilikning degandek ma'nosi bor. Masalan, I love your artistic decoration of your house. Men seninki bu yo'ninki sanatkorlarga xos bezilishini bak yaxshi ko'rdim degan gap bu. I love your artistic decoration. Ya'ni sanatchilikdak yoki sanatkorlarga xos sanatchilik tusidiki degandekchu. Okay? Decoration degani nima? Bezilish of your house, uyingizning. Okay? Artistic, ya'ni sanatchilarga xos, sanatchi uslubidagi degandek ma'nosi bor. As, masalan, bunda bo'lish sifati bilan, masalan, as a student, I wish teachers were given more respect and appreciation. O'quvchi bo'lish sifatim bilan, ya'ni bir o'quvchi bo'lish sifatim bilan men o'quvchilarni chiqroq bir hurmatga va minnatdorlikqa ega bo'lishgan deb umid qilaman degan gap qo'y, arzu qilaman. Okay? As a student, bir o'quvchi bo'lish sifatim bilan, as namda bo'lish sifati bilan. Okay? Asian, Asiyalık degan gap. Masalan, his mother is Asian and his father is Spanish. Uning otasi Asiyalık, dadasi Ispaniyalik degan gap bu. Okay? Asian, Asiyalık. Aside, bir chatda nerda. Masalan, all the jokes aside, we appreciate you being here. Chaqchaqlarni bir chatga qarab turaylik yoki chaqchaqlar bir chatda turib tursin. Biz sizningki mishak kelganingizga minnatdor demoqchi bo'laman. Okay? Appreciate you being here. Ya'ni chaqchaqmi qildik degandek bir gap. All the jokes aside. Canlıq tərcümə qılsaq. Çaxçaqmı qıldıq, biz sizin kəginizdən aid minnətdar olduq deyin. Aside bir chatda, nerda degan ma'nosi amaliyotda so'z ma'nosi. Okay? Aside bir chatda, bir nerda. Ask, so'rash degan gap. Masalan, ask me anything you want. Mendan har qanday narsani so'ra deydi. Ya'ni so'ramoqchi bo'lgan har qanday narsani so'ra demoqchi. Anything you want. Okay? Mendan har qanday narsani so'ra. Ask, so'rash. Okay? Asleep, uxlab degan gap. Uxlab qilish deb go to sleep emas. Bo'lqi uxlab, ya'ni supasiz jumla fe'l emas demoqchi. Masalan, I was asleep by the time you got home. Sen uyga yetib kelganda men uxlab bo'libdima yoki men uxlaqkanman degan gap. Uxlab ekanman. Okay? Supasiz. Holatni bildiryapti. I was asleep. Men uxlaq holatda ekanman demoqchi. Asleep, uxlaq. Aspect, taraf. Masalan, dealing with people is the most important aspect of my work. Dealing with people degan nima? Odamlar bilan odamlarni bir taraf qilish yoki odamlar bilan bir habilishish deb tushunsak bo'ladi. Dealing with people. Odamlar bilan habilishish is the most important aspect of my work. Eng muhim tarbiya nimaning? Mening xizmatimning. Ya'ni odamlar bilan habilishish mening xizmatimning eng muhim tarbiya demoqchi. Ya'ni aspect, taraf. Okay? Assault, bo'ldi hujum qilishning jismoniy jihatda. Masalan, he was jailed for assault. U shu boshqalarga shu jismoniy jihatda hujum qilganlik uchun qamoqqa solindi degan gap bu. Jailed. Okay? Qamoqqa solinish. Turmaga solinish degandek. Assault, ya'ni hujum qilish. Okay? Hujum qilish jismoniy jihatda. Assault, assert, kechiring. Assert degan kesib aytish degan gap. Masalan, French cooking, she asserted, is the best in the world.
Fransızca tamak etiş degan gap qilma, French cooking degani. Fransızca tamak etish kesib etdi u. Dunyodagi eng yaxshi tamak etish demakchi. Is the best in the world. Fransızca tamak etish deb kesib etdi u. Dunyodagi eng yaxshi tamak etish usuli deydi. Okay? Yani assert degan kesib etish, okay? Assess, masalan, o'lchash, baholash degan gap. Bu pay so'zi. Masalan, we need to assess his financial capability first. Biz uningki iqtisodiy nimasini, iqtidorini, iqtisodiy iqtisodiy kuchini demakchi u baholashimiz kerak deydi. Okay? We need to assess his financial capability first. Capability. First degan oldi bilan degan gap. Biz oldi bilan uningki iqtisodiy kuchini baholashimiz kerak deb. Yoki assess degan baholash, o'lchash, ya'ni pay so'zi. Nimasi pay so'zi deb alayda askartma deganda buningki ism so'zi mu albatta o'lchash, baholash deb olamiz. Xuddi nimaga o'xshash, pay so'ziga o'xshash, o'lchash, baholash. Demak, anglamoqqa o'lchash, baholash degan pay so'zi albatta buningki ismmi bo'lib ishlanadigan yerlar bor, masalan. He took a reading assessment test. U o'qib tushunishni o'lchash nimasidan imtihonsidan birini berdi degan gap bu. U bir o'qib tushunish, reading degan o'qiydigan degan gap bu. Reading assessment test degan shu o'qishini baholaydigan imtihon degan gap endi. O'qishi degan shu o'qib tushunadigan demakchi bu. He took a reading assessment test degan shu. Qisqasi u o'qib tushunishni baholash imtihonsidan birini berdi degan gap. Ya'ni bu yerga assessment degan shu o'lchash, baholash. Okay? Bu o'lchash yaxshi bo'ldi yoki bu baholash yaxshi bo'ldi. This assessment is good. Okay? The assessment was the assessment was well done. Second bo'ldi bu. Qisqasi assessment degan o'lchash baholashning ism so'zi. Assess bo'lsin bo'ldi ekan, pay bo'ldi ekan, okay? Xo'sh, asset deb bir so'z bor. Masalan, alayidlik, ortiqchilik degan gap. Masalan, a sense of humor is a great asset in this job. Yumor tuyg'usi bo'lish deydi-ku, yoki yumor tuyg'usi, ya. Bu xizmatdagi cho'ng bir ortiqchilik deydi-ku. Yumor tuyg'usi talab qildi ekan-ku, ha? Bu xizmatni qilgan odam shu yumor tuyg'usi bo'lish kerak demakchi. A sense of humor. Yumor tuyg'usi demakchi. Sense degan tuyg'u. Humor degan yumor is a great asset. Bir cho'ng alayidlik demakchi, yoki ortiqchilik. In this job, bu xizmatdagi. Okay? Asset, alayidlik, ortiqchilik deb tushunsangiz bo'ladi. Xo'sh. Assign, vazifaga o'rinlashtirish, ya'ni bo'lish degan gap. Masalan, the company assigned me to the California office. Shirkat meni Kaliforniyadagi ishxonaga vazifaga o'rinlashtirdi degan gap bu, yoki Kaliforniyadagi ishxonaga bo'ldi demakchi bu. Okay? Yoki Kaliforniya sho'ba shirkatga degandek ma'no chiqadi. California office degani. Qisqasi bu jumladagi asosiy so'z nima? Assign, ya'ni vazifaga o'rinlashtirish, bo'lish degan. Endi buniki nimasi bor? Ism so'zi bor. Masalan, assignment deb keladi. Bu vazifa degan gap. Masalan, your assignment is to make sure everyone is on time. Sizning vazifangiz hammalarning vaqtida kelishini jazmlashtirish yoki kapolatga ega qilish degan gap bu. Make sure everyone is on time. Okay? Assignment, vazifa. Assist, yordamlashish degan gap. Masalan, citizens have a duty to assist the police. Fuqarolarningki soqchilarga yordamlashish majburiyati bor degan gap bu. Duty degan majburiyat qo'ya. Demakchi, meniki asosiy so'z nima? Assist. Ya'ni yordamlashish. Okay? Assist the police. Soqchiga yordamlashish. Citizen degan nima ekan? Fuqaro degan gap ekan, okay? Duty degan shu burch degandek, burch. Ya'ni fuqarolarning soqchiga yordamlashish burchi bor deydi, okay? Xo'sh, bo'lsa assistni yordamlashish deydi ekanmiz. Xo'sh, assistance bo'lsa, yordam bo'ladi, ism bo'ladi. Masalan, please let me know if you need any assistance.
agar sizga yordam lozim bo'lsa, har qanday yordam lozim bo'lsa yoki siz yordamga ehtiyojli bo'lsangiz, menga bildiring degan gap ku, let me know, menga deng demoqchi ku. Okay? Assistance, yordam. Assistant deb bir so'z bor. Bu yordamchi degan gap. Masalan, she is a shop assistant. Bu bir do'kon yordamchisi, ya'ni mal sotuvchi degan gap ku. Shop assistant. Assistant bo'lsa nima bo'ladi ekan? Yordamchi. Associate. Masalan, bog'lash degan gap bu. Associate. I don't associate him with energetic sports. Men uni energiyalik tanharakatlar bilan bog'layolmayman deydi u. Demakchi, u to'g'ri tantarbiya o'ynaydigandek emas demakchi u, bog'layolmaslik. Menda bog'lash degan ma'nosi bor. Associate'ga bog'lash degan ma'nosi bor. Jumlada hamda men bog'layolmayman demakchi u. Men uni energiyalik tanharakatlar bilan bog'layolmayman. U yasharda unda tanharakatchilik emas demakchi u. Okay? Associate bog'lash qisqasi. Association bu aloqa munosabat degan gap. Ularning sal o'xshamaydi mana ismi. Associate degan nima? Bog'lash. P bo'lsa, association degan nima bo'ldi? Aloqa munosabat ismi. Masalan, there is evidence of an association between headaches and computer use. Ispat bor deydi. Nimaning isbati? Aloqaning bog'lig'ining isbati demoqchi. Nima bilan nimaning o'rtasida? Between headaches and computer use. Bosh og'rig'i bilan kompyuter ishlatishning o'rtasida deydi. Bosh og'rig'i bilan kompyuter ishlatishning o'rtasida aloqa bog'lig'ining isboti bor demoqchi u. Okay? Aloqa degani shu association mishadi, okay? Association between headaches and computer use. Association aloqa yoki munosabat, okay? Isbot degan bir so'zni kelgan, evidence, okay? Assume, masalan, faraz qilish, qiyos qilish degan gap, qiyos emas, qiyos, chunki kechiringlar. Shay bo'lib qolibdi, say bo'lish kerak, kechiringlar. Qiyos qilish. Masalan, I assume you have a question for me. Men qiyos qilaman, sizda menga bir savol bor. Ya'ni men sizda menga bir savol bor deb qiyos qilaman degan gap bu. Faraz qilaman yoki mening farzimcha sizning menga bir savolingiz bor degan gap bu. Okay? Assume, faraz qilish, qiyos qilish, okay? Assumption degan assume'ningki nimasi? Ismi bo'ldi, ism shakli bo'ldi. Masalan, faraz, qiyos degan gap. Masalan, you can't make an assumption based on this number. Siz bu songa asoslanib faraz qilsangiz bo'lmaydi degan gap bu. Cannot make an assumption. Faraz qilsangiz bo'lmaydi. Nimaga asosan? Based on this number. Ma songa asosan deydi. Okay? Siz bu songa asosan faraz qilsangiz bo'lmaydi deydi bu. Assumption, faraz, qiyos, okay? Assure, kafolatlik qilish. Masalan, I assure you that she will pass the exam. Men sizga kafolatlik qilamanki, u imtihondan o'tib ketadi deydi. Okay? Kafolatlik qilish. Assure. At, ta, bo'lqi. O'rin kelishning oldi qo'shimchasi bu. Masalan, make yourself at home. O'zingizni uyda his qiling demoqchi. Ya'ni tatmang, masalan, bizning uyga mehmondoshlik qilsangiz, o'zingizning uyda his qiling deganni make yourself at home deydi. Demakchi, at deganni mishadi bir mush ma'noda misolda beryapman-ku. At home, uyda demakchi. Okay? Uyda tuting o'zingizni demakchi. Okay, athlete degan tanharakatchi degan gap. Masalan, I was a natural athlete as a kid. Men bola bo'lish sifatim bilan tabiiy tanharakatchi edim deydi. Ya'ni balaliq vaqtimda demakchi u. Men balaliq vaqtimda tabiiy tanharakatchi edim deydi. Natural, tabiiy. Okay? Athlete, tanharakatchi. Athletic, bu tanharakatchilardek, ya'ni tanharakatchilarga xos degandek ma'nosi. Athletic. Okay? Masalan, if you want me to play, I will, but I'm not very athletic. Agar meni o'yna desam, men o'ynay bo'pti, lekin men tanharakatchilardek unda emas demakchi u. Okay? Sening kutganingdek tanharakatchilardek unda olmayman demakchi u. Athletic, tanharakatchilarga xos degandek-chi. Atmosphere, kayfiyat degan gap. Masalan, the hotel had a lovely, relaxed atmosphere.
mehmonxonaniki shundoq yaxshi rohat bir kayfiyati bor edi deydi. Mehmonxonada yaxshi rohat bir kayfiyat bor edi deydi. Atmosphere, kayfiyat, okay? Attach, chaplash. Masalan, I will attach the file to my email before I send it to you. Men sana avatishdan burun nimani hujjatni emailimga chaplayman degan gap bu. Okay? Attach, chaplash. Attack. Avu attach. Cuma ch bilan aqillashyotdi, avu ck bilan aqillashyotdi. Bu attack. Hujum qilish degan. Masalan, he attacks anyone who has a different opinion. U o'xshamagan fikri bo'lgan har qanday odamga hujum qiladi degan gap bu. O'xshamagan fikrga har qanday odamga hujum qiladi. Okay? Attack, hujum qilish. Attempt, urinish, sinaq degan gap. Masalan, she passed her driving test at the first attempt. U o'ziningki mashina haydash musobaqasi, mashina haydash shoferlik musobaqa emas, imtihoni. U shoferlik imtihonidan tunji sinaqdan o'tib ketdi dedi. Tunji urinishdilar deydi. Tunji qilishdilar demakchi, tunji urinishi, tunji qilishi, attempt. Urinish, sinaq degan ma'nosi bor. Demakchi, u shoferlik imtihonidan tunji urinishdilar o'tib ketdi deydi. Okay? Attempt, urinish, sinaq. Masalan, attend deb bir so'z bor. Qatnashish degan gap. Masalan, he is not going to attend the meeting. U yig'inga qatnashmaydi degan gap. U attend, qatnashish. Attention, diqqat. Masalan, I need your full attention. Men seninki butun diqqatingga ehtiyojli deydi. Ya'ni butun diqqatingni menga bergin demakchi. Okay? Attention, diqqat. Attitude, pozitsiya degan gap. Masalan, she has a positive attitude towards everything. Uningda aktiv pozitsiya bor har qanday ishga nisbatan deydi. Yoki har qanday ishga qarata. Ya'ni uningda har qanday ishga qarata aktiv pozitsiya bor degan gap. Positive degan aktiv degan gap. Okay? Pozitsiya, attitude, okay? Attorney, advokat. Masalan, my attorney called me yesterday to inform me of something important. Advokatim tunugun telefon berib muhim bir ishni menga dedi degan gap bu. Okay? Muhim bir ish to'g'riliq meni xabarlantirdi. Attorney, advokat. Attract, jalb qilish degan gap. Masalan, this story attracted a lot of interest from the media. U hikoya nimadan axborot sohasidan degan gap media, axborot sohasidan nihoyat ko'p qiziqishni jalb qildi degan gap. Ya'ni axborot sohasining qiziqishini jalb qildi demakchi u. Okay? Hikoya axborot sohasining ko'p qiziqishini qo'zg'adi yoki axborot sohasiningki qiziqishini jalb qildi demakchi. Attract, jalb qilish. Okay? Attractive bo'lsa jazblik bo'ladi, jazblik. Attract degan hozir ko'rgan fe'l bo'lsa jalb qilish, mana jazblik, ya'ni jalb qiladigan demakchi u. She is attractive but very shy. U nihoyat jazblik lekin pek tortinchoq degan gap bu. U nihoyat odamni jalb qiladi lekin bir xil tortinchoq demakchi u. Nihoyat tortinchoq. Okay? Attractive, jazblik. Attribute. Attribute degan xususiyat degan gap. Masalan, what attributes should a good manager possess? Possess bar bo'lish degan gap bu. Ya'ni bir yaxshi manager yoki bir yaxshi ish boshqaruvchida qanday xususiyatlar bo'lishi kerak demakchi bu. Ya'ni bir ish boshqaruvchi qanday xususiyatlarni o'zida bar qilish kerak demakchi bu. Possess, okay? Ya'ni attribute degan xususiyat bo'ldi, okay? Audience, bu tomoshabinlar degan gap. Bu ko'plikni bildiradigan so'zmi? Tomoshabinda bo'lsak bo'ldi vaqtliqi. Bir odamga qartilib qoldi-ku biz tomoshabin desak, tomoshabinlar desak ko'plikka qartildi demakchi Uyg'urchada. Inglizchada audience, okay? Masalan, the audience cheered for a long time when she came on the stage. Tomoshabinlar uzungacha cho'qon selishdi degan gap. Cheer degan cho'qon selish. When she came on the stage, u sahnaga chiqqan chog'da deydi. Okay?
Yani o sahnaga chiqqan chog'da tomoshabinlar uzundan uzun cho'qon soldi deydi. Audience, tomoshabinlar. Okay? The audience cheered for a long time when she came on the stage. Okay? Audience, tomoshabinlar. Author, Abdur degan gap. Masalan, he is the author of 5 famous novels. O 5 danliq romanning avtori degan gap bor. Author, Abdur. Authority, huquq degan gap. Masalan, I don't have the authority to command you. Command degan komanda berish degan gap. Buyruq qilish degan gap bor. I don't have the authority. Menda huquq yo'q. Nima qildigan? Sizga buyruq qildigan deydi. Menda sizga buyruq qilgan huquq yo'q demoqchi bu. Authority, huquq. Auto, masalan, mashina, ya'ni avtomobil degan gap bu. The auto industry is very advanced now. Avtomobil nimasi demoqchi? Sanoat ya. Industry degan sanoat is very advanced now. Advanced degan taraqqiy qilgan, ham ko'rdik-ku, yuqori saviyalika. Ya'ni avtomobil sanoati hozir bak taraqqiy qildi degan gap bu. Taraqqiy qilgan holatda demoqchi bu. Auto, ya'ni avtomobil demoqchi. Avtomobil, auto industry ni avtomobil, ya'ni mashina sohasi yoki sanoati deymiz bu. Okay? Auto, mashina, avtomobil degan gap. Available. Masalan, ba degan gap, masalan, erishkili bo'ladigan ba. Jumlada asabqa tell him I'm available degan gap. Dan uningga men ba degan gap bu. Ya'ni men bilan ko'rasiz bo'ladi degan maqsad degan gap bu. Tell him I'm available. Dan uningga men ba. Okay? Meni ba deb degandek. Average, o'rtacha odatdagi degan gap. Masalan, last winter was colder than average. Bultur qish demoqchi bu. Bultur qish odatdagidan sovuqroq bo'ldi degan gap bu. Colder than average, okay? Odatdagidan sovuqroq bo'ldi. Average, odatdagi, o'rtacha, okay? Avoid, o'zini qochirish. Masalan, I try to avoid sensitive topics in my speeches. Men sensitive degan sezgir degan gap. Topics degan temalar. Men sezgir temalardan o'zimni olib qochmayman deydi. Nimada? In my speeches, o'zimniki nutqlarda deydi, okay? I try degan tirishman degan gap bu. Men nutqlarimda sezgir temalardan o'zimni qochirishga tirishman yoki qechishga tirishman deydi. I try to avoid sensitive topics in my speeches, okay? Avoid, qochirish, o'zini qochirish qartilgan, okay? Award, mukofot. Masalan, he received an award for his brilliant work. O o'zininki ajoyib qaltis ishi uchun mukofotga erishdi degan gap bu. Yoki ajoyib qaltis to'pisi uchun yoki xizmat uchun demoqchi men yerda. Award, mukofot, okay? Aware, xabardor. Masalan, are you aware of that situation? Sizning a ishdan xabaringiz bormi yoki siz a ishdan xabardormi degan gap bu. Siz a ahvoldan, situation degan ahvol. Siz a ahvoldan xabardormi? Aware, xabardor, okay? Awareness, shu aninki nimasi? Hozirqa awareningki ism shakli mana. Ang tushuncha, ya'ni xabari bo'lish demoqchi bu. Raising awareness for human rights is more important than ever. Raise degan o'tirib qo'yish, ya'ni yuqori ko'tarish degandek ma'nosi bor. Ikizga elish degan demoqchi bu, yuqori ko'tarish. Ya'ni ang yoki tushunchani yuqori ko'tarish demoqchi. Nimaga qarata? For human rights. İnsan huquqlari uchun yoki inson huquqlari to'g'riliq demoqchi. Is more important than ever. Har qanday vaqtdagidan bakrak muhim demoqchi. Ya'ni inson huquqlari haqida tushuncha yoki ongni o'stirish deydi. Har qanday vaqtdagidan muhim bo'lib qoldi deydi. Raising awareness for human rights is more important than ever. Ya'ni awareness degani bo'ldi shu ong tushuncha, okay? Away, joyda yo'q, ya'ni ketib qolgan degan gap. Masalan, please take good care of the kids when I'm away. Take good care of the kids degan bolalarning oldidan yaxshi xabar elish-ku. When I'm away, men yo'q chog'da dedi. Men
bir yerden ketib qolganda, ya'ni men bu yerda yo'q chog'da demoqchi. Away degan nima? Yo'q, ketib qolgan, o'zining joyida emas demoqchi. Okay? Please take good care of the kids when I'm away. Away joyida yo'q, ketib qolgan degan. Awful. Awful degan intayin nachar. Bad degan aski bo'lsa, awful degan hamda askining nechasi aski nachar. Intayin nachar demoqchi. Okay? Masalan, the weather was awful yesterday. Tunugunki havo qandaq nachar dedi. Intayin nachar bo'ldi. Okay? Awful. Night nachar. Xo'sh, unda olsa oxirgi qapimiz to be continued. Inshaalloh biz atki darsimizda B harfidan boshlangan so'zlarni o'rganamiz. Bugungi o'rganishimizning intayin ko'ngilli bo'lgan bo'lishini umid qilamiz. Inshaalloh biz atki darsda ko'rishaylik. Thank you very much. I will see you tomorrow.